Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun siz bilan tanishadigan mavzuyimiz ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda baholash va monitoring jarayonlari va boshlang'ich ta'limdagi bugungi mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Gaplashamiz. Birinchi reja baholashning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati. Nutqiy va lingvistik ona tili va o'qish savodxonligini darslarida baholashning an'anaviy va zamonaviy lingvistik kompetensiyaning grammatik va formativ baholash tizimlari, boshlang'ich monitoring jarayonlari va innovatsion yondashuvlar. Baholashning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati. Baholash ta'lim jarayonining ijtimoiy tajribasi bo'lib, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini aniqlash, o'qituvchining esa metodik faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda baholash faqat raqam yoki ball qo'yishdan iborat emas, balki bolaning o'qish sur'ati, matnni tushunish qobiliyati, yozuvdagi aniqligi, nutqiy rivojlanishi va ijodiy faoliyatini qamrab olishi zarur. Baholashning maqsadi o'quvchining rivojlanish dinamikasini aniqlash, yutuq va kamchiliklarni ko'rsatish, ta'lim jarayonini sifat jihatdan yaxshilashdir. Shu bois baholash jarayonida nafaqat yakuniy natijalar, balki o'quvchining dars davomida qilgan sa'y-harakatlar, til o'qitish metodikasida kompetensiya ikki asosiy yo'nalishda ko'riladi. Baholash ta'lim jarayonining asosiy bo'g'ini bo'lib, u nafaqat o'quvchilarning bilimini aniqlash, balki butun pedagogik jarayonning nutqiy samaradorligini baholash imkonini beradi. Ona tili va o'qish savodxonligi fanida baholash o'quvchilarning o'qish tezligi, ifodaliligi, matnni tushunishi, savodli yozuvi va nutqiy rivojlanishini qamrab olishi zarur. Baholashning ahamiyati bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi. Ta'limiy ahamiyati: o'quvchini bilimlarini mustahkamlash, bilimdagi bo'shliqlarni ko'rsatish, masalan, diktant natijalar orqali imlo xatolari aniqlanadi va ularga alohida mashqlar beriladi. Tarbiyaviy ahamiyati: baholash o'quvchini intiluvchan, mas'uliyatli bo'lishga undaydi. O'z natijalarini ko'rgan bola kelajakda ulardan yaxshiroq natija ko'rsatishga intiladi. Rivojlantiruvchi ahamiyati: muntazam baholash bolaning tafakkuri, xotirasi va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Nazorat va boshqaruv ahamiyati esa o'qituvchi baholash natijalari orqali o'quv dasturini to'g'rilaydi, dars metodikasini yangilaydi. UNESCOning 2022 ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim jarayonida baholashni tizimli qo'llagan mamlakatlardan, masalan, Finlandiya, Estoniyada o'quvchilar o'qish savodxonligi bo'yicha xalqaro reytinglarda eng yuqori natijalarga erishgan. Demak, baholash faqat nazorat vositasi emas, balki ta'lim sifatini kafolatlovchi mexanizmdir. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida baholashning an'anaviy va zamonaviy shakllari. Boshlang'ich sinflarda an'anaviy baholash shakllari ko'p yillardan buyon qo'llanib kelinmoqda. Ular asosan yozma va og'zaki nazorat ishlari orqali o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashga qaratilgan. Bular jumlasiga diktantlar imlo savodxonligini tekshiradi, bayon va insho nutqini mantiqiy qurish, fikrni yozma ifodalash ko'nikmasini baholaydi. Og'zaki so'rov matnni tushunish va qayta hikoya qilish qobiliyatini aniqlaydi. Sinov ishlari va testlar esa grammatik va leksik bilimlarini o'lchaydi. An'anaviy baholash shakllari o'quvchining bilim darajasini aniqlashda aniq ko'rsatkich beradi. Biroq ular ko'proq yakuniy natijaga yo'naltirilgan bo'lgani sababli o'quvchi jarayonidagi rivojlanishni doimiy aks ettira olmaydi. Zamonaviy shakllarda esa so'nggi yillarda o'quv maktablarida baholashning zamonaviy shakllari keng joriy qilinmoqda. Ularning asosiy xususiyati o'quvchining dars davomida faol ishtirokini kuzatish, natijani raqamli bahodan tashqari sifatli fikr mulohazalar orqali ifodalashdir. Bunga misol qilib formativ kuzatuv jadvallari, o'qituvchi dars jarayonida o'quvchining faoliyatini qayd etadi. Rangli kartochkalar, yashil ya'ni tushundi, sariq qisman tushundi, qizil tushunmadi kabi belgilar orqali o'zlashtirish darajasi ko'rsatiladi. O'zaro baholash o'quvchilar bir-birining ishlari ustida fikr bildiradi. Bu esa ularda mas'uliyatni yanada oshiradi. Portfolio baholash o'quvchining barcha yozma ishlari, ijodiy topshiriqlari yig'ilib, yillar davomida rivojlanishi kuzatiladi. Onlayn testlar va elektron baholash tezkor natija berib, xatolarni avtomatik ko'rsatadi. Dalillar sifatida aytishimiz mumkinki, OIZIDning 2023-yilgi hisobotida qayd etilishicha,
zamonaviy baholash shakllari qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning darsga qiziqishi 25-30% ga ortgan. Mustaqil fikrlash darajasi esa an'anaviy baholash qo'llanilgan sinflarga nisbatan yuqoriroq bo'lgan. Formativ baholash, ya'ni joriy baholash, formativ baholash dars jarayonida doimiy amalga oshiriladi va o'quvchining o'qish jarayonidagi rivojlanishini kuzatishga qaratilgan. Asosiy maqsad bolaning natijasini raqamli ball orqali emas, balki izoh va fikr mulohazalar orqali rag'batlantirishdir. Masalan, o'quvchining diktantini tekshirayotganda xatolarning kamayib boryapti, yaxshi tilyapsan yoki tinish belgilari ustida yana mashq qilish kerak kabi yozma mulohaza qoldiradi. Bu qayta aloqa bolaning o'z ustida ishlash motivatsiyasini oshiradi. Dalillar shuni ko'rsatadiki, formativ baholash tizimi joriy qilingan maktablarda o'quvchilarning darsga bo'lgan ishtiroki 30-35% ga ortgan. Xalq ta'limi vazirligi hisobotlarining 2022-yilgi ma'lumotiga ko'ra, shu bois u zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Summativ va formativ baholash tizimlari boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish savodxonligini baholashda eng muhim yondashuvlardan biri bu formativ va summativ baholash tizimlarining uyg'unligi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-fevraldagi qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning bilimini baholash tartibiga ko'ra, maktablarda 1-sinfdan boshlab baholashning ikki asosiy shakli joriy etilgan. Summativ baholash, ya'ni yakuniy baholashda, summativ baholash esa ma'lum bir davr, chorak, yarim yillik yoki o'quv yili yakunida o'tkazilib, o'quvchining umumiy bilim darajasini ko'rsatadi. Bunda yozma ishlar, bayon, insho, test, nazorat diktantlari kabi topshiriqlar qo'llaniladi. Masalan, chorak yakunida o'quvchiga matn berilib, unga 5 ta savol tuziladi. 3 tasi mazmunni tushunish, bittasi leksiya, bittasi grammatik tahlilga oid bo'ladi. Javoblar umumiy mezonlar asosida ball bilan baholanadi. Summativ baholashning dalillangan afzalligi shundaki, u o'quvchi yutuqlarini rasmiy ko'rsatkich sifatida qayd etadi. Bu natijalar ota-onalarga, maktab ma'muriyatiga va yuqori ta'lim boshqaruv organlariga taqdim etilib, ta'lim sifatini monitoring qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Ikki tizimning uyg'unligi formativ baholash ushbu komponentlarning formativ baholash jarayonini kuzatadi. Summativ esa natijani ko'rsatadi. Shu bois ular bir-birini to'ldiradi. Masalan, o'quvchining o'qish tezligi va talaffuzi formativ baholash orqali doimiy tahlil qilinsa, chorak yakunidagi umumiy natija summativ baholash orqali aniqlanadi. UNESCOning 2021-yilgi hisobotida ta'kidlanishicha, jarayon va natijani birgalikda baholash o'quvchining to'laqonli rivojlanishini ta'minlaydi. So'z turkumlarining monitoring jarayonlari va innovatsion yondashuvlar. Monitoring bu o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini tizimli ravishda kuzatish, natijalarini tahlil qilish hamda ta'lim sifatini oshirish maqsadida chora-tadbirlar belgilash jarayoni. Boshlang'ich ta'limda monitoring o'qish tezligi, matnni tushunish, yozma savodxonlik va nutqiy rivojlanishni qamrab olishi lozim. Xalqaro tajribada Byorlis xalqaro tadqiqotida ham monitoring tizimining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Unga ko'ra, muntazam monitoring olib borilgan maktablarda o'quvchilarning matnni tushunish darajasi yuqori bo'lgan. Masalan, Estoniya va Finlandiya maktablarida o'quvchilar har oy matnni o'qib anglash bo'yicha mini testlar topshirdi va natija monitoring tizimiga kiritiladi. Bu jarayon ularning dunyo reytingida yuqori o'rinda turishini ta'minlagan. Milliy tajribaga qaraganda, O'zbekiston maktablarida elektron kundalik va MyMaktab.uz platformalar orqali o'quvchilarning o'zlashtirish natijalari muntazam kuzatib borilmoqda. Har bir fan bo'yicha o'quvchining davriy baholari elektron tizimda aks ettiriladi. Bu ota-onaga ham real vaqt rejimida farzandining bilim ko'rsatkichlarini kuzatish imkonini beradi. Monitoring jarayonlari shuningdek, maktab ma'muriyatiga dars sifati haqida tahliliy ma'lumot beradi. Masalan, agar bir sinfda o'quvchilarning 60% diktantda bir xil xato qilsa, bu dars metodikasini qayta ko'rib chiqish zarurligini bildiradi. Innovatsion monitoring yondashuvlari, elektron portfolio. Bunda o'quvchilarning barcha yozma ishlari, audio o'qish namunalari saqlanadi.
Bu o'quvchi taraqqiyotini yillar kesimida kuzatishga yordam beradi. Onlayn test va interaktiv platformalar, masalan, Kundalik.com, Google Classroom, Quiz orqali o'quvchilar topshiriqlarni bajaradi. Natijalar avtomatik tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar matn tahlili, imlo xatolarni avtomatik aniqlash va shaxsiy tavsiyalar berish imkonini beradi. Raqamli monitoring panellari sinf yoki maktab kesimida o'zlashtirish darajasi grafik va diagrammalar shaklida ko'rsatiladi. Foydalanish qobiliyati. OECDning 2023-yilda Education at a Glance hisobotida qayd etilishicha, raqamli monitoring tizimiga ega bo'lgan maktablarda o'qituvchilar 20% ko'proq vaqtni ta'lim sifat tahliliga, 15% kamroq vaqtni esa qog'oziy hujjatlar bilan ishlashga sarflagan. Ona tili va o'qish savodxonligi fanni o'qitishda baholash va monitoring jarayonlari boshlang'ich ta'limning sifat ko'rsatkichini belgilovchi asosiy mexanizmdir. Baholash nafaqat bilimlarni aniqlash, balki o'quvchilarning nutqiy rivojlanishi, ijodiy tafakkuri, matnni anglash va savodli yozish ko'nikmalarini ham kuzatadi. Baholash shakllari an'anaviy va zamonaviy ko'rinishda olib boriladi. Diktant, bayon, insho kabi klassik usullar bilan bir qatorda formativ baholashning o'zaro fikr bildirish, rangli kartochkalar, portfoliolar kabi shakllari o'quvchining jarayon davomida rivojlanishini kuzatishga xizmat qiladi. Summativ baholash esa yakuniy natijani aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Monitoring jarayonlari esa baholash natijalarini tizimli ravishda qayd etib, ularni tahlil qilish va o'quv dasturiga o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Innovatsion monitoring, elektron kundaliklar, sun'iy intellekt asosidagi dasturlar, elektron portfoliolar ta'lim sifatini oshiradi. Shunday qilib, formativ va summativ baholashni uyg'un holda qo'llash hamda muntazam monitoring yuritish boshlang'ich ta'limda savodxonlik darajasini oshirish orqali xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishishning asosiy kafolatidir shakllanadi. Bugun sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mavzu yuzasidan shulardan iborat edi. Masalan, hikoya tuzish, suhbat o'tkazish, diqqat bilan tinglab, hikoya qilish, eshitganingiz uchun sizga cheksiz tashakkur bildiraman. Kompetensiyani rivojlantiruvchi asosiy metodlardir. Lingvistik kompetensiya o'quvchining til sezgisini shakllantiradi. Til sezgisi bu so'zning tovush, shakl va ma'no asosidagi bog'liqlikni tabiiy idrok etish qobiliyatidir. Shu orqali o'quvchi tilda grammatik va leksik me'yorlarni intuitiv ravishda to'g'ri qo'llashga o'rganadi. Boshlang'ich ta'limda nutqiy va lingvistik kompetensiyani shakllantirish ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu ikki kompetensiya bir-birini to'ldirib, o'quvchining kommunikativ savodxonligini, ijodiy fikrlash qobiliyatini va madaniyatini muloqot yurita olish salohiyatini rivojlantiradi. Tilni o'qitish endilikda qoidalarni yodlash emas, balki tildan faol foydalanishga yo'naltirilgan. Shu bois o'qituvchi darsda o'quvchining lingvistik bilimini amaliy nutqiy faoliyat bilan uyg'unlashtiruvchi sharoit yaratishi zarur hisoblanadi. Bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimiz shu yo'nalishlardan iborat edi. Tinglaganingiz uchun